Esingizdami, 2021-yil o'tkazilgan prezident saylovi oldidan Milliy tiklanish demokratik partiyasidan nomzod Alisher Qodirov xorijda ishlayotgan o'zbekistonliklarni soliqqa tortishni taklif qilgandi. O'shanda hamma uni qoralab, hatto ustidan kulgandi va saylovdagi muvaffaqiyatsizligiga aynan o'sha gaplari sabab bo'lgandi. Lekin hozir davr boshqacha. Yuqoridagi fikrlarni eshitib bir savol tug'ildi. O'zi Alisher Qodirov yoki partiya aytgan qaysi g'oya amalga oshmay qolgandi? Partiya raisi Alisher Qodirov bir muncha muddat avval universitetlarda darslarni kechroq boshlash kerak ekanligi, avtobuslarga alohida yo'laklar tashkil etish kerakligini taklif qilgan. Qodirov ishlaydigan ayollar uchun ish vaqtida yengillik yaratish tashabbusini ham olib chiqqan edi. Unga ko'ra, ayollarga ertalab ishga 1 soat kechroq kelish va kechqurun 1 soat oldin ketish huquqi berilishi lozim edi. Bu orqali nafaqat ishchi ayollarning samaradorligi oshishi, balki oiladagi muhit ham yaxshilanishi ta'kidlangan edi. Bugungi kunga kelib, bu g'oya nafaqat partiyaning ichki tizimida amaliyotga joriy etildi. Ayollar to'liq maoshi saqlangan holda faoliyat olib bormoqda, balki partiya fraksiyasi tashabbusi bilan Mehnat kodeksining 193-moddasiga moslashuvchan ish vaqti rejimi tushunchasi rasman kiritildi. Qodirov tirbandlikni keltirib chiqarayotgan oqimning katta qismi talabalar ekanligini ta'kidlab, oliygohlarda darslarni biroz kechroq boshlansa, jamoat transporti va yo'llardagi yuklama kamayadi degan edi. Shuningdek, tramvaylarni qaytarish o'rniga avtobuslar uchun alohida yo'laklar ajratish arzon va samarali yechim ekanligini aytgan. O'shanda bu fikrlar turli bahs va tanqidlarga sabab bo'lgan edi. Bugun esa Toshkentdagi 27 ta universitetda darslar 8:00 - 9:30 oralig'ida turlicha boshlanmoqda. Shahar yo'llarida esa avtobuslar uchun maxsus yo'laklar tashkil etilyapti. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda, umuman internetda yoshlarning behayo va uyatsiz kontenti ko'payganidan jamiyatda norozilik hissi ortib bormoqda. Bir necha yillar avval Milliy tiklanish demokratik partiyasi rahbariyatining tashabbusi bilan maktablarda tarbiya fanni joriy etish g'oyasi ilgari surilgandi. Jamiyatning bir qismi ushbu taklifning mag'zini va yoshlarga tarbiya qanchalik yetmayotganini o'sha vaqtda anglamagandi. Bugungi kunda maktablarda tarbiya fani rasman joriy qilingan va o'quv tarbiya jarayonlarining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ba'zi bir o'zbekistonlik bolalarga berilmayotgan tarbiya ushbu darslarda berilib bormoqda. Gapiraylik desak, gap ko'p. Sizning vaqtingiz esa biz uchun qimmatli. Xulosa o'rnida. Kim haq, kim nohaq, hammasini vaqt ko'rsatadi.